Assalomu alaykum do'stlar. Oxirgi paytlar Astracode haqida juda ham ko'p gapirdik, lekin u nima narsa, qanday qilib u haqida ko'proq ma'lumot olamiz? Buni bilish uchun astracode.ai o'zbekchasiga aytganda astracode.ai saytiga murojaat qiladigan bo'lsak agar barcha ma'lumotlar bor. Astracode saytida o'zi nima? Saytga o'tishdan oldin kelinglar, Astracode haqida o'zimdan ozgina eshitinglar. Astracode sun'iy ong yordamida dasturlashni osongina o'rganib olishning yo'li, usuli. Shunda har bitta darslar oddiygina rasm va tekst orqali bo'ladida, lekin har bitta mavzudan keyin aynan bilimingizni tekshirish uchun sizga testlar beriladi, kodlar yozdirib ko'rsatiladi, loyihalar bajarib ko'rsatiladi. Shuning uchun siz osonroq o'rganasiz. Biz ko'rgan rezultatlarimiz o'quvchilarda o'sha o'qituvchi bilan o'tiladigan kurslarga nisbatan 4-5 barobar yaxshiroq rezultatni ko'rsatyapti. Ya'niki o'qituvchi bilan o'tiladigan offlayn bo'lsin, onlayn bo'lsin farqi yo'q. 6 oyda yetib keladigan natijaga 2 oylarda Astracode yordamida erishish mumkin bo'lyapti. Искусственный intellekt shunaqa narsaki, siz yaratayotgan paytingizda o'zingiz ham oxirigacha tushunmasligingiz mumkin nima narsani yaratib qo'yganingizda. Mani o'zimda juda ham bunaqa bir rezultatlar kutilmagan edi, to'g'risini aytaman. Biz shunaqa darajaga keldikki, biz hozir o'qituvchilik kurslarini to'xtatib qo'yib, faqat Astracode'ga urg'u beradigan bo'lganmiz. Astracode nafaqat dasturlashni o'rgatyapti, u trenajyor sifatida ham bu yerda rol o'ynayapti-da. Ya'niki o'quvchilar soat 3 kechasi mavzusini so'raydigan bo'lsangiz ham bemalol aytib beradigan oqibatga olib kelyapti. Chunki har bitta mavzuni sizga moslab, sizning kamchiliklaringizdan o'zlaringiz bilasizlar. Masalan, gruppada o'qigan paytda kimdir oldinga o'tib ketadi, kimdir bitta mavzuni yaxshi tushunadi, ikkinchisini yaxshi tushunmasligi mumkin. Astracode esa sizga moslashib personal yondashadi. Undan tashqari, искусственный intellekt ulab qo'yganmiz, savol bersangiz dars paytida o'sha darsning mavzusidan kelib chiqib sizga javob qaytaradi. U ham yetmaydigan bo'lsa agar, men o'zim va boshqa kuchli tajribaga ega bo'lgan dasturchilar Telegram kanalimizda bor. Undan tashqari kursdoshlaringiz ham bor. Demak, savol beradigan bo'lsangiz, bemalol qisqa fursatda savolingizga javob topasiz va siz kursdoshlaringizni kutib o'tirishga hojat qolmaydi. Masalan, o'qituvchilik kurslarida odatda siz yaxshi tushunib olgansiz, lekin sheriklaringiz, kursdoshlaringiz yaxshi tushunmagani uchun mavzudan sal sekinroq o'tishingiz mumkin, chunki hamma birga ketadi. Va umuman o'qituvchilik kurslarida odatda mavzuni 30% ni tushunib olish bu katta natija hisoblanadi. Astracode esa siz mavzuni 100% tushunmaguningizgacha savollar berib, yana mashqlar qildiraverib, 100% tushunmaguningizgacha sizga sertifikatni bermaydi. Keling endi saytga murojaat qilamiz. Bu yerda Astracode haqida har xil ma'lumotlarni videolar orqali ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Bularga to'xtalib, raqamlarga to'xtalib o'tirmaymiz. Hozirgi holatda bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Men ko'proq urg'u qaratmoqchi bo'lganim ushbu videoda umuman hozir qanaqa narsalar bor, Astracode'da nimalarni o'rganasiz, shu narsani tushuntirib bermoqchiman. Bu birinchisi ko'rib turganimiz Junior Web Full Stack Developer kursi. Nima uchun full stack? Gap shundaki, siz agar front-end o'rganadigan bo'lsangiz va biron bir zakaz chiqadigan bo'lsa, falonchi narsani qilib ber deb, siz bir o'zingiz hech qachon ushbu loyihani bajara olmaysiz. Nima uchun? Chunki siz faqatgina tashqi ko'rinishni yaratasiz va buyurtmachiga backend uchun o'zingizga boshqa bir programmist toping deyishingiz kerak bo'ladi, yoki kursdoshlaringizni yoki boshqa biron bir o'zingizga komanda yig'ishingiz kerak bo'ladi. Hech qachon bir o'zingiz ishlay olmaysiz. Backend o'rganayotgan bo'lsangiz, shunaqa muammo front qismida bo'ladi. Backend demak bu dasturlashda mag'zi, asosiy mantig'i va ma'lumotlar turadigan joy, front-end esa o'shani chiroyli ko'rinishda ko'rsatib beriladigan qismi. Ikkalasi ham juda ham kerak. Bizda shuning uchun ham full stack, ya'ni ham front-end ham back-end o'rgatiladi. Ertaga siz ishga kirgan paytingizda balkim sizga faqat front-endda ishlash to'g'ri kelib qolishi mumkin, balkim back-endda, balkim full stack bo'lib ishlarsiz. Bu muhim emas. Muhimi, dasturlashni o'rganayotganda siz ikkalasini ham chuqur o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda ertaga hattoki faqat backenddan ketib qoladigan bo'lsangiz ham, front-end qanday ishlashini bilmasangiz, siz to'g'ri backend yoza olmaysiz. Xuddi shunaqa faqat frontda o'rganib ham ertaga backendchilar uchun yaxshi dastur yoza olmaysiz. Xuddi shundan kelib chiqib, ishxonalarda ko'pincha front-endchilar va backendchilar bir-biriga aybni to'nkab qo'yishadi-da. Mana bu bunday qilib bera olmadi yoki bu bunday qilib bera olmadi deydi-da. Shuning
Shuning uchun ham zakazlar vaqti cho'zilib ketadi, ishxonadan demak shtraflar yoki haydalishlarga olib kelishi mumkin. Dasturchi ikkalasini yaxshi bilishi kerak. Shunchaki bilish emas, yaxshilab bilishi kerak. Shuning uchun ham bizda kurslarimizda oxirida praktikamiz bor. Praktikada alohida yana sertifikat bor. Astrokoddan tashqari men shaxsan o'zim ishongan, faqatgina mana shu bola rostdan ham zo'r biladigan odamlarga sertifikat beraman. Bu bizning o'sha Zakajirov Group kompaniyasi bor, o'shaning sertifikati bo'ladi. Va ularga hech qachon faqat frontni yoki backendni bilgan odamlarga berilmaydi. Ikkalasini ham zo'r, kamida qiyin zadachalardan 10 ta front, 10 ta backend qilgan odamlarga sertifikat beramiz. Junior web full stack dedik. Full stack nimaligini tushuntirib berdim. Nima uchun developer kursi? Dasturchi kursi deyilmayapti. E'tibor bering, developer. Developer degani inglizchasiga loyihalashtiruvchi degani. Gap shundaki, koder degan tushuncha bor. Bu shunchaki oddiy programmist, dasturchi. Va developer, loyihalashtiruvchi degan odam bor. Bilsangiz kerak, developer desa agar development group degan gaplarni eshitib qolamiz. Bu nima narsa? Bu quruvchilarning kompaniyasi, to'g'rimi? Odatda shunaqa ko'ramiz. Katta binolar development group deyshadi. Ular ham loyihalashtirishadi. Bu nima degani? O'sha boshidan rasmlarini, arxitekturasini chizib, betonlarini qo'yib, armaturalarini qo'yib va ustiga o'sha front-end qismi, ya'niki fasad qismini qilib, hammasini to'liq bajaradigan odamlarni kim deymiz? Developer deymiz. Xuddi shunaqa dasturlashda ham developer degani loyihalarda noldan bir qator ham kod yozilmagan bo'lsa ham o'zi noldan ko'tarib haqiqiy proyektgacha olib keladigan odam. Biz faqatgina shunaqa dasturchilarni tayyorlaymiz. Ya'niki koder bu ishxonada odatda project manager tomonidan topshiriq qo'yilsa, hammasi detallarigacha yozilgan bo'ladi, faqat o'shani bajara oladi. Shunaqa tanishlarim bor. Katta kompaniyalarda ishlashadi, lekin aytishadiki, men o'zim nima qilganimni bilmayman deb. Masalan, bitta shogirdim, bilasizlar, Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazish mumkin. O'sha pul o'tkazadigan tizimni bajargan, lekin o'zi bilmagan. U qaysidir qismlarini bajarganda, topshiriq kelgan, falonchini bajargan, o'shani qilgan, keyin yana topshiriq kelgan, yana o'shani qilgan va oxir oqibatda qarasaki, pul o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi Rossiyadan O'zbekistonga. Ajoyib. Bu demak, aynan shunaqa yo'nalish nima deyiladi? Koder deyiladi. Lekin ayniqsa O'zbekiston sharoitida sizni bir o'zingizni yoki ikki kishini olib qo'yishadi, sizdan hamma narsani talab qilishadi. Sizga proyekt kelgan paytda yoki masalan zakaz oldik deylik, zakaz olgan paytingizda o'zi ko'p dasturchilar erkin ishlayman deydida, uyda o'tirib zakaz olib o'sha narsani bajaradi. Hamma ham ishxonaga bormaydi. Yoki bo'lmasam startaplarga hozir juda ham katta e'tibor berilyapti, millionlab dollarlar investitsiya kiritilyapti. Shunaqa yo'nalishdan ketishadi va siz bu yerda koder bo'lishingiz kerak emas, aynan developer bo'lishingiz kerak. G'oyangiz bor paytida uni noldan qanday qilib bajara olishni bilishingiz kerak. Biz aynan developerlarni tayyorlaymiz. Shuning uchun ham praktikamiz boshlangan paytida men ularga yozib bermayman. Kelinglar, bazadan mana bunaqa bo'ladi, front-endi bunaqa bo'ladi, bu bunaqa bo'ladi demayman. Bolalarga aytaman. Bolalar, mana shunaqa ideya bor, mana shunaqa g'oya bor, klient mana shu narsani xohlayapti. Nima qilamiz? Va bolalarni o'zi tortishib, bahslashib, hattoki masalan bugun bo'lgan voqea, qaysi texnologiyalarni ishlatish bo'yicha apros qildik. Demak, aproslar qilib hammasi birga g'oyalarni ro'yobga chiqarish uchun o'zlari g'ishtlarini yasashadi, avval reja qilishadi. Demak, biz Junior Web Full Stack Developer kursini boshlaymiz. Bu yerda nima narsalar bor? Ekranda ko'rib turganlaringizdek ikonkalardan bilib olish mumkin. Odatda PHP, JavaScript, HTML va boshqa ko'pchilik uchun tushunarsiz bo'lgan so'zlar. Kelinglar, bu narsani tushuntirishga harakat qilaman. Odatda bu umumiy dasturlash teoriyasi. Gap shundaki, ko'pchilik o'quv markazlari yoki dasturchi o'zi o'rganadigan bo'lsa, faqat bitta tilni o'rganadi. Masalan, bu PHP tili bo'lishi mumkin. Bu yaxshi narsa emas. Nima uchun? Agar siz faqatgina PHP ni o'rganayotgan bo'lsangiz, ertaga web front-end uchun JavaScriptni bilishingiz kerak. Bu esa yomon. Chunki siz miyangiz PHP da qotib qolgan bo'ladi va JavaScript juda ham yoqmaydigan til bo'lib ko'rinadi. Do'stlaringiz orasida o'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, Python bo'lmaydi,
PHP rasvo til, umuman bu tilam emas, JavaScript eng bir rasvo til, shunga o'xshagan ko'plab hazillar yuradi. Yana bitta shunaqa narsa borki, prikol qilib aytishadiki, butun planetalarni qo'yib qo'yishganda jahon urushlari qayerda bo'lgan? Yupiterda 0 ta, Merkuriyda 0 ta, Yerda esa 2 ta jahon urushi bo'lgan. JavaScript ham solishtirishadi-da. JavaScript ham faqat Yerda bor ekan. Qaranglar, Yupiterda ham, Merkuriyda ham yo'q ekan. Balkim JavaScript sababchisidir 2 ta jahon urushini degan ma'noda bo'rttirma shunaqa hazil ham yuradi. Shunday qilib hamma o'zi bilmagan tilni hate qilishadi. Bu nimadan kelib chiqadi? Chunki ular dasturlash asosini bilishmaydi. Biz umumiy dasturlash teoriyasini boshida o'rgatamiz. Umumiy dasturlash teoriyasi bu konkret til emas, lekin C tili, C++, PHP, Java, JavaScript, Python va shunga o'xshagan hozirda keng tarqalgan dasturlash tillaridan kerakli joylari olinganda bir umumlashtirgan mana shunaqa bir Frankenstein yasaganmiz. Bu til hech qayerda ishlamaydi. Bu narsani o'rganganingizdan keyin siz hech qanaqa bir dastur yoza olmaysiz, lekin u sizga dasturchidek fikrlashni o'rgatadi. Siz istagan tilda xohlagan kodni ko'rsangiz agar tushuna oladigan holatga olib kelasiz va dasturchidek fikrlaydigan bo'lasiz. Umumiy dasturlash teoriyasisiz kuchli dasturchi bo'lish juda ham qiyin. Undan keyingi o'tiladigan narsamiz bu eng kuchli tillardan bittasi bo'lgan PHP tili. Nima uchun Python emas, nima uchun Java emas? Gap shundaki, har bir dasturlash tilini o'zini yaratilgan maqsadi bor. Masalan, siz Linux uchun dastur yozmoqchi bo'lsangiz agar, odatda bu Python. Chunki Linuxda Python sukut holati, ya'ni по умолчанию deyishadi, o'rnatilgan bo'ladi. Искусственный intellekt yozmoqchi bo'lsangiz bu Python. Webda front-end qismini yozmoqchi bo'lsangiz bu JavaScript. Chunki JavaScript brauzerlar uchun standart bo'lgan yagona til hisoblanadi. Hamma brauzerlar JavaScriptni qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa tillarda bironta tilni qo'llab-quvvatlamaydi. Google endi Dart tilini harakat qilyapti, lekin Dart ko'proq Flutter yordamida mobilniy dasturlar uchun ko'proq ishlatiladi. PHP esa birinchi o'zi home page bo'lgan, ya'ni oddiygina saytlarni yaratish uchun o'ylab topilgan. Keyin yoniga P deb qo'yib qo'yishgan. O'sha P bilasizlarmi nima degani? P degani PHP degani. Ya'ni ular hech narsa o'ylab ham topishmaganda. Va masalan Python tilida yoki Java tilida bittadan framework bo'lishi mumkin. Spring, Django degan PHP web uchun o'ylab topilgani uchun juda ham ko'plab kuchli bitta qator yozib mana bunaqa katta zadachalarni hal qilib oladigan darajada imkoniyatlari juda ham ko'p. Shuning uchun ham siz faqatgina bolg'ani urishni o'rganib olganingizdan keyin rezetkani buzmoqchi bo'lsangiz ham bolg'a ishlatmaysiz, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam boshqa narsa svetlarni to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, agar bizda svetlar turibdi bu yerda, siz bolg'ani ishlatmaysiz. Har bir narsani o'zining instrumenti bor. Web backend uchun bu PHP. Shuning uchun ham biz PHP ni o'rgatamiz. Undan keyin frontend uchun biz JavaScript o'rgatamiz. JavaScript hozir aytganimdek brauzerlar uchun standart yagona til hisoblanadi. Shu o'rinda ko'pchilik JavaScriptda shu umumiy dasturlash teoriyasini o'rganib olmaganligi uchun keyin ko'zga yomon ko'rinadi-da boshqa tillar. JavaScript o'rganib olgani uchun hamma narsani JavaScriptda, backendni ham, frontendni ham, o'yin yaratishni ham, mobilniga ham hammasiga JavaScript ishlatmoqchi bo'ladi. Bu noto'g'ri. Har bir til bu instrument, har bir til o'zining yo'nalishi bor va o'shanga ishlatgan ma'qul. Masalan, nima uchun Androidga Java o'rganamiz yoki o'shanga bolasi bo'lgan Kotlinni ishlatamiz deylik. Nima uchun Java? Eslaringizda bo'lsa, hattoki meni yoshimdagi odamlar ko'rayotgan bo'lsa agar, Nokia telefonlari bo'lardi yoki shunga o'xshagan Sony Ericsson eski knopkali telefonlarda ham o'yinlar bo'lardi. Qaysi tilda bo'lardi? Java. Boshida ko'pchilik biladi, dasturchi bo'lmagan odam ham, chunki boshida qahvani rasmi chiqib Java deb yozilgan bo'lardi. Java tili mobilniy uchun eng zo'r til bo'ladi. Shuning uchun ham har bitta tilni tavakkal nima bir xillar bor, shunaqa adashishadi. Men deydi Pythonda o'rganaman, men JavaScriptda yoki men Javani o'rganaman deydi. Maqsadga bog'liq. Siz qanaqa dasturchi bo'lmoqchisiz? Biz web dasturlashni o'rgatyapmiz. Webda bu PHP va JavaScript eng keng tarqalgan. Dunyoning 80% PHP da yozilgan serverlarida, backend qismi. Xo'p, shunday qilib, demak biz aynan maqsaddan kelib til tanlaymiz. Shuning uchun ham bizda PHP va JavaScript. Lekin nima uchun web aynan o'rgatiladi bizda? Chunki web hamma joyda bor. E'tibor beringlar. Siz agar hozir o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, telefoningizdagi o'yin bor deylik, telefoningizdagi o'yinni kiritgan bo'lsangiz, bir oddiygina qanaqadir o'yin bo'lmaydigan bo'lsa agar, backend qismi bor, ya'ni web bor.
Web esa biz как раз o'rgatayotgan narsamiz. Oddiygina telefoningizdagi kalkulyatordan boshqa hamma narsa web bilan bog'liq. Masalan, Facebook, Zoom, Instagram hammasi web dasturlar hisoblanadi. Telefondagi bor prilojeniyangizda esa bu shunchaki front-end qismi. Front-endda bu web bo'lishi mumkin, prilojeniyalar bo'lishi mumkin va hokazo. Keyin web haqida gapirgan paytimiz o'sha HTML, CSS larni gapirmasak bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki ushbu tillar dasturning asosi hisoblanadi. Hozir siz Facebook ishlading, qanaqadir ichida JavaScript bo'lsin, PHP bo'lsin, Python bo'lsin, farqi yo'q. Ularning maqsadi sizga HTML va CSS ni chiqarib berish. Boshqa tillar ushbu tillarni generatsiya qilib beradi. Content uchun biron bir matn, rasm va hokazo HTML javob bersa, CSS uni chiroyli ko'rinish uchun ranglari, fonti, shrifti, hajmi va hokazo. Buning uchun CSS. Demak, go'zallik uchun CSS javob berar ekan. Undan keyin Bootstrap bor. Bootstrap va Tailwind degan frameworklar nima narsa? Gap shundaki, siz HTML va CSS dan biror narsani chiroyli qilaman desangiz, barcha hozir mobil qurilmalar juda ham ko'p, katta ekran, kichkina ekran va hokazo hammasiga mos qilmoqchi bo'lsangiz, qo'lda juda ham ko'p vaqtingiz ketadi. Bittagina qator narsa yozib, frameworklar orqali osongina o'rganib olishingiz mumkin bu narsani. Osongina bajarishingiz mumkin. Framework nima narsa? Framework degani bu katta narsalarni bir kichkinagina kodlar bilan bajarish imkonini beradigan kodlar to'plami. Odatda nima uchun yaratilgan framework bo'lsa, o'sha tilda o'zida yozilgan bo'ladi. PHP ni frameworki PHP tilida, u yerda juda ham ko'plab tayyor kodlar bo'ladi. Ularni olib ishlatishingiz mumkin, masalan, xavfsizlik haqida va hokazo. Bootstrap bu demak HTML va CSS uchun, Tailwind ham shunaqa gaplar. Demak, bu ikkalasi juda ham Bootstrap endi har bitta ishxonada bor. Anchadan beri o'sha bilmayman necha yillar bo'lib ketdi chiqqaniga juda ham standart bo'lib qolgan narsa. Tailwind esa boyli zamonaviyroq, endi chiqqan, nisbatan endi chiqqan dasturlashda masalan men uchun Chrome ham yaqinda chiqqan narsa, lekin tarixini olib qaraydigan bo'lsangiz 2008 mi chiqdi. Eng eski brauzerlardan bittasi, eng yangi brauzerlardan to'g'rirog'i. Demak, MySQL bu ma'lumotlar ombori. MySQL bor, MariaDB bor. Biz mana shularni o'rgatamiz. Bu ikkalasi har bir narsa. Litsenziyasi har xil xolos. Bu ma'lumotlarni saqlash. Demak, siz internet magazin yaratdingiz, Uzumga o'xshagan. Demak, savdo egasi ro'yxatdan o'tdi, tovarlarni kirgizdi, u qayerlardadir saqlanishi kerak. Bu narsa uchun ma'lumotlar ombori, baza данных deymiz, inglizchasiga database. Mana shu narsani o'rganamiz. Keyin eng kuchli Yevropada ham, SNG davlatlarida ham eng kuchli framework hisoblangan Symfony ni o'rgatamiz. Nima uchun Symfony? Symfony shunaqa bir kuchli frameworkki PHP uchun, backend uchun. Bunda buzuq kod, qanaqadir sifatsiz kodni yozishni o'zi qiyin. Lekin nima uchun qiyin? Chunki yaxshigina bilim talab etiladi. Masalan, yoki Laravel orqali bugun boshlab sirazu bir kod yozib keta oladigan bo'lsangiz, Symfony uchun o'qish kerak, bilimlaringizga ega bo'lishingiz kerak. Lekin ertaga dasturlarda bug chiqishi va shunga o'xshagan holatlarda, ya'niki dasturingizni rivojlantirmoqchi bo'lgan paytingizda Symfony ancha sizga yordam beradi, osonlashtiradi, stabil bo'ladi. Va Symfony dasturchilari Laravel yoki dan ko'ra ancha qimmatroq ham yuradi. API platform bu Symfony ustiga qurilgan yana bir frameworkning bir qismi, komponent deymiz bunaqa narsalarda. Sizga API yaratish uchun hozir aytganda bitta qator bilan ko'plab kodlaringizda o'rnini oladigan narsa. Undan tashqari Vue.js bor. Bu JavaScript uchun framework. Hozirgi kunda hech kim o'z-o'zidan prosta shunchaki kod yozib ketmaydi. Har doim qanaqadir framework ishlatadi. 3 ta framework bor bozorda JavaScript uchun. Mashhurlarini aytayapman, frameworklar tiqilib yotibdi. Bu Angular bor, Google'diki va Facebookda React bor va Vue.js bor. Vue.js ni orqasi juda kuchli emas, ya'niki orqasida Facebookga o'xshagan, Google'ga o'xshagan kompaniya yotgani yo'q. Lekin eng zamonaviy va yoshi hisoblanadi. Gap shundaki, React o'ylab topilgan paytda front-end boshqa dunyo bo'lib ketdi. Front-end dasturchilar ilgari alohida dasturchilar bo'lmagan. PHP dasturchilar birdaniga ham front-endni ham back-endni yozib ketishgan. Lekin Reactga o'xshagan qiyin frameworklar chiqqanidan keyin birinchidan juda ham ko'plab krutoy, zo'r proyektlarni yaratish imkoni bo'ldi, lekin bu bilan boshqa kishi shug'ullanishiga to'g'ri keldi va shuning uchun ham front-endchi degan bir alohida kasb paydo bo'ldi. Vue.js esa o'zi Xitoydek hisoblanadi.
Xitoyliklar bilasizlar nima qilishni yaxshi ko'radi? Shunday React-dan o'g'irlaganda, g'oyalarini, kodlarini emas, g'oyalarini o'g'irlaganda, lekin ancha rivojlantirib, yana ham kirishni osonlashtirib, yana ham tezlashtirib, yana ham osonlashtirib razrabotkani bizga taqdim etgan. Undan keyin Git degan narsa bor. Git bu nima narsa? Bu biron bir dasturchi Gitsiz ishlamaydi. Gap shundaki, siz kod yozaverasizda biron joyini buzib qo'yishingiz mumkin. 1 yil oldingi kodni qidirishingiz mumkin. Bu har bitta qilinadigan ishingizning tarixi. Odatda o'quvchilarga Gitni o'rgatayotganimizdan keyin ular nima qilishadi? Biron bir yashirin sevgililarini rasmi bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalarda bitta versiya deb yozib qo'yishadi, ikkinchi versiyada uni o'chirib tashlashadi-da, hech kim ko'rmagan paytida eski versiyaga qaytarib yana sevgilisini rasmini ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana shunaqa qilib nostandart ishlatayotganlar ham bor. Undan tashqari dasturchilar odatda Linux ishlatishadi. Linux qiyin operatsion tizim. Nima uchun qiyin? O'zi shaxsan men uchun, masalan, yonimda Mac turibdi. Undan oldin masalan 2010-yilgacha men Windows ishlatganman. Ikkalasi ham bir tiyinga qimmat operatsion tizim shaxsan men uchun. Men o'zim shaxsiy mana dasturlarda yozish uchun har doim Linux ishlataman. Linux juda ham krutoy va hamma dasturchilar ishlatishi kerak deb bilaman. Bu operatsion tizimda. Nima uchun qiyin? Chunki Windowsda qanchadir vaqt ishlagansiz, qanchadir narsani o'rganishingiz kerak bo'lgan va yangi operatsion tizim u Windowsdan oson bo'lsa ham, uni o'rganishga yana qanchadir vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun ham junior kursida men sizlarga taklif qilmayman Linuxni o'rganishni, lekin bash degan narsa bor, ya'ni terminalda qanaqadir buyruqlarni terish. Bu narsani o'rganishga majbursiz, chunki dasturchilar ko'p ishlarini terminalda bajarishadi. Bu sizda Linuxga yaqinlashadi. Keyinroq keladigan middle kursimizda to'liq Linuxda o'tamiz. Va design patterns degan narsa bor. Bu loyihalashtirish qoliplari. Gap shundaki, masalan, oldin dasturchilar bir-birimiz bilan bo'lishardik-da. Mana bu narsani qanday qilsa bo'ladi desa, agar menda tajribamda bo'lgan-ku aytib berardim. Qara, men mana bunday qilib ko'rdim. Ozginadan keyin mana shunaqa muammolar bo'ldi. Keyin mana bunaqaga o'zgartirdim. Mana shunaqa muammolar bo'ldi. Keyin mana bu holatda yozganimda, mana 10 yildan beri programmam ishlab turibdi. Biron marta qaytib o'sha klasslarga kirganim yo'q, kodni o'zgartirganim yo'q. Demak, mana shunaqa yozsang yaxshi bo'lar ekan deyman. Bu mening tajribam. Mana shunaqa bir-birimiz bilan yoshligimizda, tajribalarimizda, masalan, 15 yil oldingi gaplarda aytayman, bo'lishardik. Lekin qarangki, bizda tajribaliklar faqat biz emas ekanmiz, dunyoda juda ham ko'p tajribali odamlar bor ekan. Prosta 15 yil oldin bunaqa narsalarni bilmaganmiz. Shablonli proyektirovание degan narsa bor ekan. Bu nima narsa? O'sha paytda eshitgan paytimizda 15 yil oldin, bu endi 2000-yillarda boshi 20 yil oldindir. 2005-yillardir. O'sha payt birinchi shablonli proyektirovanielarni ko'rgan paytimizda hayron qolganman. Bu necha yillar davomida dasturchilar o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib, har xil qoidalar yozilgan. Mana bunaqa narsa yaratayotgan paytingda bunaqa qilishing kerak. Bunaqa narsani mana bunday qilib yaratishing kerak deb. Demak, bu nazariya, teoriya ekan va buni bilishimiz kerak. Ular juda ham ko'p. Biz mashhurlarini o'tamiz va o'shanda sizning yozgan kodlaringiz kamroq bugga ega bo'ladi, ya'ni xatolarga, va yillar davomida xatosiz ishlashga ta'minlashi mumkin. Har xil shablonlar bor, o'sha shablonni qayerda ishlatishni bilish kerak bo'ladi. Umuman olganda juniorda juda ham ko'plab texnologiyalar, hozir sanalmagan narsalardan ham tashqari ko'plab narsalar o'rgatiladiki, siz junior web full stack developer kursida dasturlashni o'rganib olasiz. Endi kelinglar middle kursiga qaraymiz. Aslida middle kursida barcha bilimimni qo'yganman. Buni olganda siz seniorning bilimlarini olishingiz mumkin middle web full stack developer kursida. Lekin nima uchun senior deb nomlamaganmiz bu kursning nomini? Sababi senior bu nafaqat bilim, bu tajriba ham degani. Demak, odatda 3 ga bo'lamiz dasturchilarni. Bu junior. Junior degani endigina bitirgan va uncha ko'p tajribaga ega bo'lmagan dasturchi. Uning bilimlari ham shunga yarasha bo'ladi. Lekin 2-3 yil tajribaga ega bo'lgandan keyin u middle bo'ladi. Endi faqatgina bitta joyda o'tirib, hech qanaqa o'zini ustida ishlamagan bo'lsa, u middle bo'la olmaydi ham. Demak, rivojlanib keladigan bo'lsa, middle bo'ladi. Oradan o'sha dasturlashni boshlagan, karyerasini boshlagan paytdan oradan 5-6 yil o'tgandan keyin u senior dasturchi bo'ladi. Seniorlar odatda $3000 dan kamroq ishga
borishmaydi. Ko'pchilik mana shunday qilib bilib olishadi, kim senior emasligini. Hozir masalan tanishlarim bor, u middlega ham masalan 3000 dan ortiq olayotganlar ham bor. Endi minimumda aytayman. Lekin aniq mana shu narsani bilsang senior bo'lasan, bu narsani bilsang middle bo'lasan yoki bo'lmasam aniq 3 yildan keyin middle bo'lasan degan narsa yo'q. Bu ishxonadan ishxonaga baribir farq qiladi. Masalan, Google'da senior bo'lib ishlagan odam boshqa bir kompaniyaga o'tib, masalan, Mastercardga o'tib, u yerda middle bo'lib qolishi mumkin. Yoki middle'da ishlab yurgan odam O'zbekistonda Amerikaga borsa agar, qanaqadir kuchliroq kompaniyaga tushsa agar, ularning darajasini tekshirish bo'yicha balkim ular vashi junior bo'lib qolar. Shuning uchun ham bu ishxonadan ishxonaga farq qiladi, bu nazariya. Lekin taxminan qandaydir qilib farq qilish kerak-ku. Shuning uchun ham taxminiy bilimlari bor, nimalarni bilish kerak, taxminiy yillari bor. Bu demak seniorda o'rgatadigan bilimlari bor middle'da. Lekin baribir senior dasturchi bo'la olmaysiz bitirganingiz bilan. Lekin men ko'ryapman, shunday shogirdlarim bor. Middle'da bitirgandan keyin 2-3 yil ishlashgandan keyin o'sha senior dasturchi bo'ladi. Demak, 6 yil emas, 2-3 yil, ya'niki yarmi kamida qisqartirib yuborish imkoningiz bo'ladi. Bu yerda ham tushunarsiz har xil so'zlarni ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun u yerga o'tamizda. Kelinglar, bilib olamiz nima narsalar bor. Birinchi ko'rib turganimiz Docker. Wow, Docker eng krutoy narsalardan bittasi. Gap shundaki, siz hozir aytib bersam baribir buni mag'zini tushunmaysiz, chunki 25 yil tajribam bo'ladigan bo'lsa agar, dasturlashni 2000-yillarda boshida boshlaganman. Maktabda endi u paytda dasturlash emas, oddiy HTML, CSS da saytlar yaratish edi-yu, lekin mana shu 25 yil ichida Docker bu bizga mazza qilib, qo'pol aytganda kayf qilib ishlashimizni beradigan ajoyib bir instrument. Docker nima narsa? Qaranglar, gap shundaki, siz dastur yaratasiz, o'zingizning kompyuteringizga dastur yaratdingiz. U ishlab turibdi. Siz sherigingizga berasiz. Masalan, u bilan davom ettirmoqchisiz proyektni. Sherigingiz ishlatib boshlagan paytda unda ishlamaydi. Nima uchun? Chunki u bolada PHP boshqa versiyasi, JavaScript boshqa versiyasi va hokazo bo'lishi mumkin. Sizlar ekanlaringiz yonma-yon o'tirasizlarda, gaplashib olasizlar. Buni bunaqa qilgin, buni bunaqa qilgin deb. Unda ishlab boshlaydi. Lekin unda nastroykalar, ya'niki versiyalar bir bo'lganlar har xil moslamalar har xil bo'lishi mumkin. Ekanlaringiz uni ham moslashtirib oldingiz. Kompaniyangizda 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, 10 kishi hammasi bir xil ishlashi mumkin. Lekin kimdadir Mac'dir, kimdadir Windows bo'lishi mumkin, kimdadir esa Linux bo'lishi mumkin. Shunda ishxonalar nima qilardi? Hamma Windows ishlatsin bizda derdi. Bir xillik bo'lishi yoki hamma Linux ishlatsin derdi. Linux ishlatmaganlar qiynalib Linuxga o'tishga majbur bo'lardi yoki o'zlari Mac tarqatib chiqishi mumkin bo'lardi. Mac ham dasturchilar masalan o'rganmagan bo'lsa qiynalib ishlaydi. Bu ham bir muammo. Eng katta muammo qachon boshlanadi? Siz proyektingizni serverga, butun omma ko'rish uchun serverga joylash kerak. Serverga qo'ygan paytingizda u yerda umuman boshqa nastroykalar bo'lishi mumkin. Siz keyin tizim administratoriga aytasiz. Sizda unaqa dostupingiz bo'lmaydi serverga. Tizim administratoriga aytasiz. U dasturchi emas. U tizim administratori setlarda Linuxda yaxshi biladigan odam, lekin u dasturchi emas. U nima qiladi? U boradi, hech narsani tushunmaydi, hech narsani hal qila olmaydi va sizda ishlagan narsa boshqa birovda ishlamaydi. Ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak, dasturchilarda bitta gap borki, mana bu narsang ishlamayapti ekan-ku desaga, menda ishlayapti-ku deydi-da. Hammada har xil ishlaydi yozgan dasturingiz. Chunki dasturingizga ta'sir qiladigan holatlar ko'p. Docker bu virtual kompyuter yaratib beradigan narsa. Ya'ni kompyuteringizni ichida, biz o'zi virtual box ham boshida o'rgatamiz, bu yerda ko'rsatilmagan bo'lsa ham saytda. Virtual box nima narsa? Biz virtual box yaratamiz, ya'ni Windowsingiz ichida boshqa virtual kompyuter paydo bo'ladi. Uni o'zini operativkasi, protsessori va hokazo bo'ladi. Uni ichiga Linux qo'yasiz, uni ichiga keyin Docker qo'yasiz. Vaqt o'tishi bilan keyin Linuxni asosiy tizim qilib olishingiz mumkin. Mana shu virtual box bu juda ham ko'p resursni ishlatadi, ya'niki sizning Windowsingiz juda ham qotib ishlab boshlaydi. Docker esa boshqacharoq narsa. Docker aynan, agar Linux ishlatayotgan bo'lsangiz albatta, aynan sizning Linuxingizning yadrosini ishlatadi, sizning protsessorni va hokazoni ishlatgani uchun juda ham tez ishlaydi. Sizning bitta kompyuteringizda 10 ta, 12 ta, 20 ta, 50 ta va hokazo boshqa virtual kompyuterlar bo'lishi mumkin. Demak, siz proyekt yaratayotgan paytingizda o'zingiz tekstda, oddiy tekstda yozib chiqasiz. Ushbu programma Linuxda ishlashi kerak, PHPning falonchi versiyasi bo'lishi kerak, JavaScriptda falonchi versiyasi bo'lishi kerak, ma'lumotlar omborining falonchi versiyasi va nastroykalarni ham o'sha yerga joylab qo'yasiz. Va bitta buyruq yozgan paytingizda o'zi mana shunaqa operatsion tizimlar, shunaqa dasturlar hamma bergan instruksiyalaringizni bajaradi-da.
siz uchun demak virtual kompyuterda proyektingiz ishlab boshlaydi. Kompyuteringizda emas, aynan virtual kompyuterda. Buni yaxshi tomoni do'stlaringizda o'sha birga ishlaydigan kollegalaringizda deymiz, hamkasblaringizda deylik, hamkasblaringizda testoviy server va hamma omma ko'radigan serveringizni ham haqiqiy production deymiz. O'sha yerda ham bir xil nastroykalar bo'lgani uchun dasturingiz hammada bir xil ishlab boshlaydi. Demak, bu narsani sizga Docker beradi. Keyingi o'rganayotgan narsamiz bu VDS. VPS ham deyishadi bir xillar. Bu nima narsa? Tasavvur qiling, siz dasturchisiz, frontendni ham bilasiz, Linuxni ham bilasiz, backendni ham bilasiz. Mana shunaqa odamsiz, lekin omma ko'rishi uchun siz qilgan proyektlar biron bir web serverda bo'lishi kerak. Demak, siz virtual server sotib olishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Virtual server sotib olasiz, SSH degan narsa bor. Siz уже juniorda bilasiz, qanday qilib Linuxda terminaldan foydalanishni buyruqlar orqali boshqarishni. Demak, siz endi server sotib olib, siz o'zingizdagi bor narsalarni serverga joylashni o'rganasiz. Demak, to'liq Linuxda ishlaysiz, Docker ishlatasiz, virtual server sotib olasiz, u yerga kodlaringizni joylashni o'rganasiz. Buning uchun yana bitta narsamiz bor, GitLab CI/CD degan narsa bor. Bu nima narsa? Siz boshida qo'lda qilamiz hamma narsani. Kodlaringizni, demak, siz avval bulutli o'sha GitLab degan narsa bor, bulutga yuborasiz, kodlaringiz o'sha yerda turadi. Keyin serverga kirasizda bulutdan tortib olasiz. Test qilasiz va hokazo. Ko'p o'zini etaplari bor, hozir bularga to'xtalib o'tirmayman. O'sha narsani avtomatlashtirish mumkin. Siz kod yozib o'rgan paytingizda bitta knopkani bossangiz, o'zi kodingiz GitLabga tushadi, GitLab serveringizga kiradi va o'sha Dockerda kerakli bo'ladigan buyruqlaringizni teradi va ommaga hamma siz yozgan kodlar ko'rsatiladi. Bu juda ham kuchli narsa. Undan tashqari bu yerda ham уже kuchliroq bo'lgan, yana ham boshqa dizayn patternslarni ko'ramiz. Junior kursining davomi Cron degan ajoyib narsa bor. Tasavvur qiling, siz masalan biron bir narsaga pul qabul qilyapsiz. Shunaqa narsa yaratdingiz, pul qabul qilyapsiz va kimdir pulini to'lamadi. Nima uchundir, qanaqadir sabablarga ko'ra pulini to'lamagan. Demak, uni dostupini, akkauntini bloklab qo'yish kerak. Bu narsa uchun demak sizning o'sha to'landimi, to'lanmadimi, o'sha narsani tekshiradigan bitta programmachingiz ham bor, o'zingiz yozgan shu narsani. Uni kimdir tekshirib turish kerak. Demak, bitta varianti bor. Bu har kun ertalab turasizda, interni bosasiz, bir komandani terib, u tekshirib chiqadi ma'lumotlar omboridan. Qani kim to'ladi, kim to'lamadi. Yoki bo'lmasam, ikkinchi yo'li bor. Siz Cronda yozib qo'yasiz. Cron bu rejalashtiruvchi programma. Ya'niki siz aytasiz, har kuni soat kechqurun 3:00 da masalan sen mana shu buyruqni chaqirasan deb. Cronning o'zi o'sha buyruqni chaqiradi va sizning o'sha o'ylagan narsangiz amalga oshadi. Demak, har xil buyruqlarni reja qilib qo'yadigan bo'lsangiz, u yerda endi faqat 3 kechasi emas, xohlagan o'zi nastroykalari bor, xohlaganda berishingiz mumkin. Undan tashqari Solid degan juda ham kuchli narsa bor. Ya'ni kod yozgan paytimizda Solid tamoyillariga amal qiladigan bo'lsa agar, bu ham bir nazariya. Demak, juda ham sifatli va ko'pga yetadigan, kam buziladigan va chiroyli kod bo'ladi. Bu demak sizni darajangizni oshirib beradigan narsa. Keyingi narsamiz bu yerda Redis. Hech narsani qoldirib ketmadim menimcha. Redis nima narsa? Redis shunaqa narsaki, bu ham ma'lumotlar ombori, xuddi MySQL ga o'xshagan yoki bo'lmasa Postgres deganlarimiz bor. Juniorda masalan ko'radigan MySQLimizga o'xshaydi, lekin ma'lumotlar omborini bu operativ xotirada saqlaydi. Shuning uchun ham juda ham tez ishlaydi. Undan tashqari biz Jobs va Workerslarni ham ko'ramiz. Jobs va Workers degani nima narsa? Siz qiyin ishlarni, masalan, qanaqadir otчетlar qilinadigan bo'lsa, ya'niki birdan 1 sekund emasda 1-2 minut ishlaydigan ishlar bo'lib qolishi mumkin. Navbat bilan bajarishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, hamma birdaniga sizni saytingizga murojaat qilyapti deylik, biron bir ish bajarish uchun. U qilinadigan ish, misol uchun kimgadir SMS yuborish kerak deylik. Yoki bo'lmasam xat yuborish. Bu qiyin ish emas, lekin birdaniga masalan 10 ming kishi murojaat qiladigan bo'lsa, ko'proq odam murojaat qiladigan bo'lsa agar, serveringiz kuchi yetmasligi mumkin. Buni kutib o'tirish esa yaxshi emas. Foydalanuvchiga kutib turgan, ochlikda turibsan ham deyish yaxshi emas. Buni o'rniga nima qilamiz?
Biz bo'ldi, xatingiz 1 minut ichida boradi deymiz. Ko'rgansizlar SMSlarda 59 sekund ichida xatingiz boradi degan narsa bor. Bular shunchaki ochritga qo'yib qo'yadi. Ochrit esa navbat bilan hamma birdaniga 10 minutda ishni bajarmaydida, bitta ishni bajaradi, keyingisini oladi. Yana bajaradi, keyingisini oladi. Bunaqa ishchilardan worker deymiz, 4-5 ta yaratib qo'yishingiz mumkin. Umuman protsessoringiz yadrosi nechta bo'lsa, shuncha yaratib qo'yishingiz mumkin va ular tez-tez ishlab turadi. Undan tashqari testirование bor. Saytda kiritilmagan ekan, mana bu yerda bo'lishi kerak edi. Kiritib qo'yamiz. Test bu qo'shimcha sifatida ko'rsatyapmiz. Demak, testing bor. Har bir kodingizni test qilasiz va yozgan testingiz nimani ta'minlab beradi? Ko'p bo'ladigan narsa. Dasturingizda masalan foydalanuvchilar qismida bitta narsa o'zgarish kiritib ketdingiz, tekshirdingiz. Foydalanuvchilar normalniy ish qilyapti, ro'yxatdan o'tyapti, demak xatosi yo'q. Testirovщик ham tekshirdi, hammasi normalniy. Lekin ommaga tarqatganingizdan keyin klientdan bilib olasizki, umuman boshqa foydalanuvchilarga bunday olganda aloqasi bo'lmagan, lekin masalan kassir qo'shish qismi buzilib qolgan bo'ladi. Bunga mana bu sizning o'zgartirganingiz sabab bo'ladi. Siz bilmagansiz kassaga foydalanuvchining aloqasi borligini. Test esa har bir o'zgartirishingizdan keyin tekshirishingiz kerak bo'ladi bir marta. Yana bir buyruqni beradigan bo'lsangiz, hamma butun tizim tekshirib chiqadi, o'sha kassir qo'shishni ham. U ishlamagan bo'lsa agar, siz qilgan o'zgarishdan keyin sizga aytadi, mana buning ishlamay qoldi. Shunda siz qarab chiqasiz nimaga ishlamay qolganini va bunaqa bo'lmasligi uchun to'g'riroq kod yozishga harakat qilasiz. Yuqorida aytganimizdek GitLabda CI/CD orqali buni ham avtomatlashtirish mumkin. Ya'niki kodingizda xato bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biron bir qismi ishlamay qolgan bo'lsa agar, serverga joylamaydi. Regulярное выражение bu matndan qidirish, bu juniorda ham o'tiladi, bu yoqda yana ham kuchliroq o'tiladi. Ya'niki nima narsalar, masalan, emailda rostdan ham to'g'ri terganmi, yo'qmi, yoki masalan telefon raqami dedingiz, telefon raqamida masalan to'g'ri yozganmi, yo'qmi. Har bitta belgini, u belgidan keyin bunaqa narsa bo'lishi kerak, belgidan oldin bunaqa narsa bo'lishi kerak, mana bu yerda son bo'lishi kerak deb o'sha formatlarini tekshiruvchi narsa. HTTP klient, parsing va shunga o'xshagan yana ko'plab narsalar o'tamizki, bu yerda hamma ro'yxati yo'q. Bu nima narsalar? Biron bir saytga kirib, foydalanuvchi kirganda HTML kodlarini ko'rib, uni ichidan kerakli ma'lumotlarni olib o'zingizga olib chiqib ketish, parsing deyiladi. Bu juda ham nima desam ekan, ko'p ishlatiladigan narsa. Masalan, tasavvur qilingki, siz yangiliklar saytini yaratmoqchisiz. Kunuzga kirasiz, barcha yangiliklarni olasizda, qanaqadir filtr bo'yicha, masalan, faqat sport yangiliklarni olarsiz. Daryoga kirasizda, u yerdan ham olasizda, o'zingizda Akmal News degan biron bir nimangizni chiqarib yuborasiz. U yerda maqolalar birdaniga chiqib kelaveradi. Kunuzga chiqqanda sizda ham paydo bo'lishi mumkin. Mana shunga o'xshagan imkoniyatlari bor. PHP Threads buni hozir dasturchi bo'lmagan odamlarga tushuntirish qiyin. Krutoy narsa, nima uchun, qachon kerakligini kursda ko'rsatamiz. Va Symfony va Vue'ni ham juniorda o'tilgan narsalarni yanada rivojlantirib ko'rsatamiz. Saytimizga keladigan bo'lsa agar, bu yerda o'sha o'qib ketgan o'quvchilarimizda chiroyli gaplari, fikrlari bor. Bu yerda narxlari bor ekan, demak junior uchun va middle uchun narxlar keltirilgan. Qanaqadir ko'p kerak bo'ladigan savollarga javob ham bor va bu yerda Telegram orqali admin bilan bog'lanish imkoniyati ham bo'ladi. Demak, sizlarga Astracode bo'yicha tushuntirib bermoqchi bo'lgan barcha ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Umid qilamanki, Astracode orqali osongina dasturchi bo'lasiz. Ko'pchilik dasturchi bo'lib o'z yo'lini topyapti. Gap sizda. Siz ham ularning ortidan borasizmi, yo'qmi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, men Mardonbek Ibragimovich. Sizlar bilan Astracode loyihasini O'zbekistonga birinchi bo'lib tarqatishda marketing tomonlama yordam bergan insonlardan biri men bo'laman. Sizlardan ko'pchiliginglar menimcha Astracode loyihasida o'qigan bo'lishi ham mumkin yoki Akmal aka Kadirovning shogirdlari bo'lishlari ham mumkin. Aynan shuning uchun men hozirgi paytda eng ответственный, mas'uliyatli ishni qilaman, ya'ni narxlar bo'yicha sizlar bilan gaplashib o'tiraman. Undan oldin biz bir qisqacha loyihamiz to'g'risida sizlarga aytib o'taylik. Akmal aka Kadirov bilan biz kamida 2-3 yildan beri tanishmiz. Biz aka-ukadek bo'lib qolganmiz. Bizga qanaqadir manfaat yoki anaqa emas. Do'stona biz uchrashamiz, ko'rishib turamiz. Bir loyiha bizga kelib qoldi. O'zbekiston bozorida juda ham ko'p talabga, yoshlar orasida talabi katta bir soha bor. O'sha sohaga kirib
qolmoqchimiz, ya'ni startap loyihasiga. Shu loyiha bo'yicha biz gaplashganimizda bizga kamida 20 ta 30 tacha IT sohasi mutaxassislari kerak bo'ladi. Akmal akaga o'xshagan professional, Akmal akaga o'xshagan tajribali insonlar kerak bo'layotdi. Keyin bir shu Astracode loyihasiga moslashtirib turib va odamlarga 100 ta o'quvchiga chiroyli bir imkoniyatni yaratib, ushbu loyihani hozir biz qildik. Va buni prezentatsiyasini Akmal aka Kadirov o'zlari tushuntirib berdilar. Mani hozir vazifam sizga narxlarni tushuntirib berish. Bir qisqacha loyihamiz to'g'risida aytaman. Tasavvur qilinglar, hammamizni hozir yoshimiz necha yoshdan? 15 yoshdan 35 yosh, 40 yoshgacha bo'lgan tomoshabinlar. Meni o'zim 25 yoshdaman. Haftada bir marta bo'lsa ham biz o'zimizni do'stlar davrasida kompyuterxonalarga borib yuramiz. Kompyuterxonada biz Counter o'ynaymiz yoki Dota o'ynaymiz, bolalar bilan yig'ilamiz va kunli hafta davomida yig'ilgan hamma stresslarni biz chiqarib yuboramiz. Aynan shuning uchun biz shunaqa loyiha qilmoqchimizki, u loyihada O'zbekistonning o'zida va chet el davlatlarida yo'q soha, ya'ni startap loyihasi, bu kompyuterxonalari bittagina ilovani o'zida odamlar kelib turib, vaqtini belgilab, pulini to'lab va shu yerga kompyuterxona qayerda joylashganini bilib olish uchun biz shunaqa loyiha qilmoqchimiz, ya'ni ilova yaratmoqchimiz. U ilovani faqatgina O'zbekistonda emas, chet elga ham sotsa bo'ladi, juda ham katta startap bo'ladi va bu loyihani ustida ishlagan har bitta insonni ham kelajagi porloq bo'ladi. Chunki qachongacha biz O'zbekistonda bo'lib turib, o'zbeklar shunaqa katta loyiha qildi degan bir ma'lumotni eshitgansizlar. Aynan shu ma'lumotni biz qilmoqchimiz, aynan shu loyihada biz butun dunyoga tanitmoqchimiz. Endi bu loyihani qisqacha qilib muammolarini tushuntirib bersam, masalan, biz Samarqandga, viloyatlarga, qaysidir joylarga borsak ham, Counter o'ynagimiz kelib qoladi, kompyuter o'ynagimiz kelib qoladi. Biz qidiramiz navigatordan, qayerda bor ekan game klublar, odzivlar bormi, yo'qmi? Aynan shuning uchun bizga ushbu loyiha orqali, ilova orqali odamlar Samarqandga borsa ham, viloyatga borsa ham bittada topib, o'sha yerda o'zida joylarini band qilib turib, soat nechigaligi va vaqtlari va odzivlarini ham ko'radigan, qiladigan ilovani yaratmoqchimiz. Bu uchun bizga Akmal aka Kadirovdagi o'ylaydigan, Akmal aka Kadirovdagi qo'lidan IT sohasi bo'yicha, programmirowaniya sohasi bo'yicha ish keladigan insonlarni jamoaga yig'moqchimiz. Aslida bu 100 ta o'quvchi deganimizni bahonasi ham shuki, hamda insonlar o'rgansin, o'zini bilimi bilan pul topsin, oila davrasida ko'proq vaqt ajratsin va xohlagan joyda, xohlagan stilda, xohlasa chet elda ham borib turib pul topishini ta'minlamoqchimiz. Va shu orqali bizga zo'r kadr kerak. O'zbekiston bozorida kadr yetishmaslik juda ham qiyin va muammo bo'lib yotibdi. Mana biz nechta tadbirkorlar bilan borib uchrashdik. Bundan oldingi ko'rsatuvimizni ko'rganinglarda bilardinglar. Ko'ringlar, обязательно bitta ko'rib ko'ringlar. Mana yoki silkani menga qo'yib qo'yinglar. Ushbu ko'rsatuvda ham tadbirkor IT sohasi bo'yicha, startap loyihalar bo'yicha, startap garaj, xullas hamma tadbirkorlar shu IT yo'nalishi bo'yicha ishlaydigan barcha tadbirkorlarga kadr yetishmovchilik juda ham dolzarb muammo bo'lib qoldi. Aynan shuning uchun ham biz 100 ta o'quvchida belgiladik. Nimaga 1000 ta emas, nimaga 2000 ta emas, nimaga 500 ta emas, 100 ta? Chunki bizning o'zimizning hisob kitobimiz bor. Biz katta gapirmaymiz. Voy sen boyib ketasan, sen zo'r bo'lib ketasan ham demaymiz. Hamma narsa modul, ya'ni Astracode loyihasida agar o'zingizlar sidqi dil bilan o'rganaman desanglar, har bitta kunli o'rgangan vazifalarni xuddi Akmal aka Kadirov yoningizda o'tirib o'rgatgandek sizlarga o'rgatadilar. Endi qaranglar. Maslahatim sizlarga, agar IT sohasini tanlamoqchi bo'lsanglar yoki shu sohada davom ettiraman, qanaqadir ideyalar bo'lsalar, обязательно ushbu Astracode loyihasini middle kursini yoki junior kursini xarid qilsanglar o'zingizlarga manfaatli bo'ladi va bizga ham yangi kadrlar kerak bo'ladi. Va sizlarni oranglardan ushbu loyihamizga praktika uchun tayinlaymiz. Endi qaranglar, narxlar bo'yicha bir qisqacha tanishtirib o'tsam. Birinchisi, mana Junior Web Full Stack Developer kursi. Bir marta to'lash 4.788.000 so'm ekan, yillik to'lash. Tasavvur qilinglar, yillik, oylik emas, boshqa bir o'quv markazlariga borsanglar, oylik to'lovi 2 million, 3 million bo'ladi agar zo'r aytishlik bo'laman desanglar. Endi uni qanchalik darajada sizlarga dasturini ko'rasizlar, qanchalik darajada o'zlashtirishinglarga qarashadi. Yo'q, unaqa emas. Astracode loyihasida Akmal aka Kadirov 24 ga 7 miyasi bordek,
sun'iy intellekt sizlarni o'zinglarni darsdagi o'sha yetishmayotgan biliminglarni berib turib o'rgatishga harakat qiladi. Bu yerda endi 27% chegirmada deb qo'yilgan faqatgina 100 ta o'quvchi uchun 3.490.000 ga 1 yillik to'lov bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Endi Akmal aka, sizga bitta savol beraman. Akmal aka, qarang, men 4.788.000 so'm 27% chegirma, agar sirazi pul to'lasammi, birinchi pul to'lasa 1 yilga to'lab yorsa bo'ladi, to'g'rimi? Mana men adashmayman, o'shanga sizlarga aytayapman. 1 yillik obunani narxi Junior Web dasturchi 1.298.000 so'm tejisiz, agarda sirazi pul to'lab o'qiyman desanglar. Mentor yordami Telegram orqali javob beriladi. Undan tashqari Akmal aka Kadirov o'zlari bilan suhbat qilsanglar bo'ladi. PHP Storm obunasi. PHP Storm degani bizning tilimizda marketingda shablonlar deyiladi. Sizlarda ham IT sohasi uchun shablonlar va shpargalkalar kerak bo'ladi. Aynan o'sha narsani PHP Storm deb aytiladi. Adashmasam. PHP Storm bu redaktor, hamma dasturchilar ishlatadigan, yiliga $160 shunaqa turadi. Biz uni tekinga beramiz. Mana endi ko'ryapsizlar, men marketolog bo'lsam ham, men zo'r aytishnik emasman, lekin sal palani sizlarni texnologiya, mana shunaqa tillarni o'rganishga harakat qilyapman. Shuning uchun PHP Storm shunaqa ekan, $160 ga yillik obunasi bo'lsa, sizlarga o'shani Akmal aka Kadirov orqali tekinga olsanglar bo'lar ekan. Endi hozir aytishinglar mumkin, mana yoshi katta insonlar o'zini ota-onalar ko'rayotgan bo'lishi mumkin yoki siz ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin yoki endi 16 yosh, 17 yoshga to'lgan bir o'smir ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi xotir olmanglar, hozir men qayerdan pul topaman deyishinglar ham mumkin. Birdaniga 3.490.000 to'lash qanchalik darajada kimgadir qiyin bo'lishi mumkin, kimgadir oson bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun sizlarga yengillashtirib turib, foizsiz oyiga atigi bo'lib to'lashi 399.000 dan belgilab qo'yilgan ekan. 399.000 dan birinchi oy o'ziga to'laydimi yo to'lamaydimi? Birinchi oy to'lamas ekan. Faqat bitta narsasi bor. 399.000 dan to'lagan, oyma-oy to'lab yurgan insonlar biza junior dasturlashishi, ya'ni Junior Web Full Stack modulini, kursini ochib beramiz. O'zi 5 oyda ham, 6 oyda ham odam o'ziga qarab harakat qilib turib o'rgansa bo'ladi, lekin hammada har xil sharoit bo'lishi mumkin. O'shanga 1 yilga ochib beriladi. Endi 1 yillik obuna 399.000 oyiga, Junior Web dasturchi 12 oyga to'lovlar, mentor yordami va PHP Storm obunasi. Bunga ham xuddi shunaqa, agar boshiga pul to'la olmasanglar. Keyingisi Middle Web Full Stack Developer kursi. Endi sizlarning oranglarda ko'pchiliklar junior dasturlashni o'rgangan bo'lsa, o'zini malakasini oshirmoqchi bo'lsa, albatta Middle Web Full Stack Developer kursini xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Agarda sizlar bir marta to'lamoqchi bo'lsa, bir marta birinchi o'zi rassrochkasiz bo'lib to'lashsiz, sirazi pul to'lasanglar, 27% chegirma bilan 4.371.240 so'm 1 yilga to'lab qo'ysanglar, sizlarga 1 yillik obuna Middle Web dasturchi 1.616.760 so'm tejaysiz, mentor yordami PHP Storm obunasi. Xuddi shunaqa sizlarga beriladi. Endi bo'lab to'lamoqchi bo'lsanglar, 499.000 so'mdan oyiga to'laysizlar. 1 yillik obuna Middle Web dasturchi, 12 oyga to'lovlar va mentor yordami PHP Storm obunasi. Xuddi shunaqa. Endi eng qizig'ini aytaman, sizlarga ham juda ham yoqadigani, bu kimki Middle Web Full Stack Developer kursini xarid qilmoqchi bo'lsa, yoniga Junior Web Full Stack'ga tekinga xarid qilsanglar bo'ladi, qo'shib beriladi. Nimaga bu narsa qilinyapti deysizlar? Endi hozir savol 3.490.000 dan 100 ta o'quvchi. Endi bizga mana shu savol berishim mumkin. Nimaga tekinga beryapsiz? Tekinda qadri bormi, yo'qmi? Yo'q, bizga zo'r kadr kerak. Bizga hozir kadr yetishmovchilik bo'lyapti. Biz ertaga bu narsadan monetizatsiya qilsa ham bo'ladi. Mana sizlar zo'r o'rganib oldinglar, bizga chiqishadi odamlar. Mana masalan marketolog bo'lib tursam, menga aytishadi, zo'r marketologlar tayyorlab bera olasizmi deydi. Men sizga nech pul bersam, siz menga zo'r marketolog tayyorlab berasiz deydi. Men aytaman, bo'ldi, mana shuncha summa bersang, men senga tayyorlab beraman deyman. Hozirgi paytda vaziyatda bizning o'zimizda loyihamizga ham kerak va mendan tashqari 2 ta 3 ta loyihamizga zo'r praktikantlar kerak bo'ladi. Va ham praktikaga o'tib, ham toza ishlayotgan va ishlaydigan O'zbekiston bozori va chet el bozoriga tarqaladigan bir ilovani ustida ishlashga sizlar ham nima desam ekan, musharraf bo'lasizlar deydimi o'zbekchasiga. Sizlar ham shunaqa narsaga musharraf bo'lasizlar. Endi qaranglar, junior dasturlashishi ko'pchilik, mana qarang, Akmal aka, mana obunachilar ko'rayotgan junior web full stack o'qigan
middle o'qimoqchi bo'lib, ularga yana qaytarish uchun kerak bo'ladimi junior yoki kerak bo'lmaydimi? So'rasa. Junior kerak bo'ladi. Chunki Astrokodni o'qimagan bo'lsa agar, o'zi bilsa agar masalan akademiyada o'rgangan bo'lishi mumkin, u albatta bir marta o'qish kerak bo'ladi. Chunki Astrokod o'qituvchidan yaxshiroq o'qitadi. Astrokod o'qituvchidan yaxshiroq o'qitadi degan gapni hozirgi Astrokod loyihasida o'qigan insonlardan bir so'rasanglar bo'ladi. Bizda odzivlari bor-ku, to'g'rimi? Ko'rsatuvimizni ko'ringlar, ko'rasizlar. Qanchalik darajada odam o'ziga o'zlashtirish mumkin. Endi qaranglar, junior dasturlashni o'rgangan bo'lsanglar ham yana qayta takrorlash uchun ham sizlarga ushbu dasturlash turi ochib beriladi. Endi middle web stack bo'lmasa hamma juniorda o'qimagan ham middle olsa bo'ladi-ku. Middle'da noldan o'rgatmaydi, avval juniorda o'qish kerak. Hozir 2 marta to'lov bo'lmasligi uchun 100 ta odamga bepul beryapmiz junior. Xullas, agar 2 marta to'lov qilmoqchi bo'lmasanglar, middle dasturlashini olgan 100 ta insonlarga biza bepul qilib junior dasturlashni ham beramiz. Ko'p beriladigan savollar: qanday foydalanish mumkin? Sertifikat beriladimi? Meni sohamga to'g'ri keladimi? Nimalar kerak bo'ladi? To'lov qanday amalga oshiriladi? O'zlashtirish tartibi, ustoz bo'ladimi? Bu savollarga ushbu saytda o'zida hammasiga javob topa olasizlar. Agarda kim 100 tadan bittasi bo'lmoqchi bo'lsa, videoni ostiga link qo'yamiz va shu link orqali, ya'ni bot orqali bemalol hozir o'zida junior va middle kursini qo'lga kiritib o'qishni boshlasanglar bo'ladi. Xullas, biz bilan bog'laning degan joyda agar sizlar saytga kirib turib ham o'zingizlarga kerakli hamma ma'lumotlarni topsanglar bo'ladi. Maqsad O'zbekiston bozorida IT sohasini rivojlantirish va juda ham ko'p startaplarni amalga oshirish. Biz tayyormiz, sizlar tayyormisizlar?